Videomiz boshida obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va like tugmasini bosib, ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Farg'ona viloyati Chuko'prik tumani Turvoq qishlog'ida joylashgan 8 sotiyli bo'lgan yerimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, realniy ko'zlaring bilan ko'rib, egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Bu joyimiz Turvoq svetofordan примерно bir 1 kilometr ichkariga kirganda joylashgan. Yo'l bo'ylab 26 metr, ichkarisiga примерно bir 33 metr atrofida sizlarga qisqacha video obzorini boshladik. Mana bu asosiy yo'limiz. Bu joyda joylashgan, chegaramiz bu joydan bu joygacha 26 metr. Mana bu kirish qismi. Kirganimizda mana kattagina огород. Mana bu joyga yangi qurishni boshlab qo'yishgan. Va bu yerda kotej forma uy qurishligi uchun fundamentlar tayyor ekan. Albatta bu videoni ko'plab shu Turvoq qishlog'idan yer uchastka qidirib yurgan mijozlarga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Kelib ko'zlaring bilan ko'rib, realniy shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Mana fundament qismlarimiz. Narx navolariga keladigan bo'lsak, sotigini $5000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Kadastr hujjatlari tayyor. Uy-joyga bo'lgan kadastr hujjatlari. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.